Assalomu alaykum. Bo'stonliqdamiz, G'azalkent. 10-qavat ham bitib qopti, baraka topsin. Mana Texti Group. Mana tabiat qo'ynidan uyab qoling. Mana ish jarayon davom etyapti. Bitib qoladi yaqin kunlarda. O'zi kam qopti, tez olinglar G'azalkentdan. Obuna bo'lib kuzatsanglar, yoritib boraveramiz qurilishlarni. Yunusobodda quriladi yaqinda, Olmazor tumanida qurilyapti, Nurobod tumanida qurilyapti, respublika bo'ylab qurilyapti. Qatdan kimga uy-joy kerak? Respublika bo'ylab. Salomat bo'linglar, obuna bo'linglar. Rahmat hammanglarga.